250 kilo, 300 kilo yuqori olib turib, shu ratsion bilan 4-5 oy boqishadi. Haligi mol 500 kilodan o'tadi. Orqasidan selus solib qo'yadi yoki selus solib turib ustiga yemni to'kib qo'yadi. Biz mollarimiz aqlli, u ahmoq emas. Birinchi yem beshlik g'isht qilgan ham yaxshimi, pol qilgan ham yaxshimi deydi. Ratsion to'g'ri oziqlantirsa bo'ldi. G'ishtmi, polmi? Molda go'ngi misol uchun qattiq tushganda juda ham yaxshi molda effekt bo'lib turgan bo'ladimi yoki suyuq tushganda effekt bo'lib turgan bo'ladimi? To'g'ri aytdingiz. Ozga tushganda mollar oshqozonida bakteriyalar mana shunday bo'lsa, yeyotgan bo'lsa, anaqa bakteriya shuni yotib oladi, stressga tushganda. Ratsion tuzuvchi endi bo'lishi kerak. U doktor o'zini vazifasi, u davolaydigan. Men ko'p videomizda albatta O'zbekiston aholi uchun eksklyuziv bir yangilik desa ham bo'laveradi. Chiroyli ham turibdi, hidi yo'q. Buni sabablari nima? Xohlasa birinchi navbatda nima berasiz bu pashshalardan qutulish uchun? Ikkitaga ajraydigan, 7 ga ajraydi. Ikkitasini haftada 2 marta beramiz. Hidi chiqadi, o'sha hidi chiqqan sababli pashshalar molxonada kam bo'ladi-da. Bu mollarga antiseptik vazifasini bajaradi. Ular bor, tushib ketadi, o'ladi. O'ladi. Ha. Ichki parazit qutini ham tushiradi. Endi 100% emas-ku, bu 80-70% tushiradi. Ashta bir ratsion qilib beradigan bo'lsa, katta oshqozonga tushadi ozuqa. Katta oshqozonda hazm bo'lmaydi-da, 100%. Ingich yo'g'onchalarga tarqaydi. Ozuqa tarqab turib, ichaki 95% so'riladi. Keling, quradigan akalarimizga ham qisqacha molxonamizdan bu molxonamiz uy oldin qurilgan. 2 metr, buni mana yerda 30 chuqurligi. Shuni ustiga suv sepsangiz sirazi suyuq chiqadi. Sababi stress tushadi. Bu degan moliga cho'miltirsang 2 kilodan 3 kilogacha vazn yo'qotadi. Bu degani 2 kilo bergan yemingiz osmonga uchib ketdi degani. Daromadga kirish uchun. Daromadga kirish uchun birinchi o'rinda zotiy ahamiyati yo'q. Hamma o'z puliga qarab olaveradi. Mollar oshqozon fiziologiyasi bir xil bo'ladi. Jaydarniki ham, sementalniki ham, angusniki ham, liboyiniki. Bir kilo masalan kunjarani bermasin deyilmaydi, berilsin. Kunjara bermasa mol semirmaydi. Yoki protein ozuqani mol yemasa semirmaydi. Energiyani ham, proteinni ham, degani makkoni, arponni ham, kunjara rapshirotini ham berish kerak. Hisobiga hali hayollarda kunjara berilmasa bo'laveradi degan narsa chiqmasin. Biz zootexnik deydi. Ratsion bilan doktor bir-biriga qarama-qarshi ishlaydi. Tushundingizmi? Nima qatiqda biznikilar o'radi dedingiz. Mana ko'pchilik kilaga ishlayapti. Qo'rqlaydi, selusda bunday qaraydi, selus xomligini biladi o'zi. Hozir ursam deydi 5 tonna chiqadigan joydan hozir ursam 7 tonna chiqadi deydi. Chunki xomda suv shunday. O'shani hisobiga siz ham pashshalardan zerikdingizmi? Bu videorolikni ko'radigan bo'lsangiz, 3 xil usulda pashshalardan qutulish imkoniyati bor va molxonangiz shunday holatda priyatniy va mazza qilib kirganda ustingizga hidi o'rnamaslikni imkoniyatini sizlarga bugun taqdim etib ketamiz. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalar, yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga yana tashrif buyurdik. Bu yerda akamizda keyingi video roliklarini olay turgan vaziyatimizda pashshadan qutulishni juda ham zo'r yechimini qilgan ekanlar. Tabiiy usulini va u usulni ichida mollarni ichki organizmlarida va protein miqdorlarini ko'tarish, ya'ni pashshani o'zida ham molli ichki organizmlarda proteinlarni juda ham tetiklashtirish uchun imkoniyatini topgan ekanlar. Va nima sababdan bu og'ilxonada umuman hid yo'q? Shu haqida ham gaplashib o'tib ketamiz. Unda bir donagina like bosib qo'yasizlar. Manfaatli videorolik bo'ldi. Men senga xalaqit bermayman, bemalol va mollarni ratsionlari haqida ham qisqacha ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Somon bilan boqsa yaxshimi yoki silos bilan? Unda videorolikimizni boshladik. Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamay, sog'lingiz yaxshimi? Har doimgi joyimizdan boshlaymiz. Doimgidek. Yem yeyish joyiga yana yetib keldim. Yemlar hozir berildi aka. Shu somonli ratsion bilan tashab qo'yildi. Qarang. Video rolikni boshida gapirdim-ku. Bizni obunachilarimizdan bemalol salomlashishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bizni chorva sevar xalqimiz. Bugungi videomiz albatta O'zbekiston aholi uchun eksklyuziv. Bir yangilik desa ham bo'laveradi. Chiroyli video tayyorlab beramiz. Qisqa va lo'nda. Tayyorlab beramiz. Albatta bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolisa albatta sizlar uchun manfaatli chiroyli videorolik tayyorlaymiz. Bugungi videomiz o'sha pashshalardan. Yana aka molxonada hidi yo'q dedingiz-ku. Albatta hidi yo'q, o'zingiz ko'rib turibsiz. Ko'rib turibsiz, desam endi ko'rsa bilinmaydi videoda. Kelib ko'rishlari ham mumkin, go'ngi ham turibdi, hidi yo'q. Buni sabablari nima? Videoni oxirigacha ko'rib tursa, biz g'aliga
to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Agarda bularda ham yechim bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada fikr yozsin. bemalol qolganlarga manfaatli. Manfaatli bo'ladi. Bir dasta Xudo xolasa. tajriba almashamizda, kommentariya yozsa. Inshaalloh bir-birimizdan. Abdulaziz aka, birinchi navbatda sizga beradigan savolim, mana molxonaga kiryapman. Hozirgi ayni vaqtda, misol uchun sentyabr oyida ham ba'zi bir molxonalarga kirsak, guv etib pasha to'zib ketadi. Shunga asosiy yechimni nima qilgansiz? Yoz oylarida ham shu holatda bo'lganmi bu holat? Birinchi holatda nima berasiz? Boya siz bilan gaplashganimda Bahromjon sizga zo'r narsa topib qo'yganman. Shuni videosini olaylik deb foydali bo'lsin deb. Foydali bo'lsin deb murojaat qilganingiz uchun mana kelib yana bir bora sizga uchrab turibman obunachilarimizga. Xudo xolasa birinchi navbatda nima berasiz bu pashshalardan qutulish uchun? Bularga pashshalarga birinchi 30-40% kurashish uchun chesnok beriladi. Oddiy chesnok bor, o'zimizning chesnok. Mahalla chesnok bo'lsa, mana bir dona. Bir dona katta chesnok, ikkitasini olamiz, mana ikkita. Ikkitaga ajraydi, 7 ga ajraydi. Ikkitasini haftada 2 marta beramiz. Chesnok. Chesnok, ikkita bunga, ikkita bunga. Ya, to'xtang. Chesnok berasizmi? Ha, chesnok beramiz. Sas bitadi-yu chesnok. Hidi chiqadi, o'sha hidi chiqqan sababli pashshalar molxonada kam bo'ladi-da. Bu mollarga antiseptik vazifasini bajaradi. Chesnok oddiy. Bu masalan odam yesa ham odamga foydasi bor. Lekin men chesnokni, bitta chesnokni yesam, meni oldimga o'zi odam yaqinlashmaydi. To'g'ri. O'shanda pashsha ham yaqinlashmaydi bular oldiga. Ustiga qo'nmaydi pashsha. Keyin yana chesnokni vazifasi ichki parazitlarga kurashadi. Tashqi parazitga ham. Chunki qonida chesnokning hidi bo'lsa, tashqi kana bitlar bor, tushib ketadi, o'ladi. O'ladi. Ha. Ichki parazit qutini ham tushiradi. Endi 100% emas-ki, bu 80-70% tushiradi. Ha, 80-70% bu 100% degani. Bu uy sharoiti oddiy-da. Oddiy sharoit. Keyin immunitetini ko'taradi mollarni, baquvvat qiladi, ishtahasini ochadi, kasalliklarga qarshi kurashadi. Endi buni berish tartibi sog'in sigirlarga berilmaydi. Keyin masalan buqani qassobga berishingizdan bir oy oldin to'xtatasiz. Bir oy oldin. Chunki katta ehtimol bilan go'shtdan hidi kelib qolishi mumkin. Tushunarli. Shu. Misol uchun bir kunda necha mahal berasiz uni? Yo'q, bir haftada 3 marta beramiz, 2 marta beramiz. 2 marta. Ertami yoki kechqurun berib beramiz. Yemiga bo'lib butun tashlaveradi mahalla. Ha, bittasi yetadi. Tashadi. 2ta tashlab, masalan, bitta chesnok bo'lsa, 2 ga ajratiladi-da, lekin bo'g'im-bo'g'imini. 2ta bunga, 2ta bunga. 2ta bunga. Hozir o'shanda pashshalarda o'rtacha 30% ga bu yerdan yo'qotadi. Kurashadi. 30% ga buni salarka ilib qo'yganmiz. Oddiy salarka. Ha, buni endi bir hafta bir marta quyib turamiz. Hidi chiqib pashshalar tushadi buni ichiga. Pashsha, ko'rdingizmi? Ha, o'z ichiga kirib olar ekan, ha? Kirib olgan. To'kilib ketdi. Ichiga kirib olgan. Pashshalar kirib olgan. Bu necha foiz? Bu ham bir 30% kurashadi. Demak 60% ga kiryapti. Bizda 40% pashsha qolyapti. 40% ga endi buni Mobik, qandaydir dorilar bor haligi. Ha, chol rasmi bor deydi-ya, Xitoy choli. Aynaqa pashshalar bilan kurashib turiladi. Tushunarli. Shunda bir 90%, 95% kurashib turgan bo'lamiz. 5% bitta ikkita urug'likka aylanib yuradi. Bor. Endi hidiga keladigan bo'lsa, aka, biz molimizni ratsion asosida beramiz. Shu somon bilan oldingi videolarda ko'rishgan, somon bilan shu ideal ko'rim aralashtirib ratsion qilib. Sasib ketishi, misol uchun ba'zi joylarga kirib shunday deb misol uchun hid bor. Hid o'tirib qoladi-da. O'sha holatlarga nima? Sababini aytaymi? Birinchi shuna sasishning sababi birinchi o'rinda noto'g'ri oziqlantirish. Chunki ko'pchilik bizda xalqimizda yemni birinchi berib oladi. Quruq yemni o'zini birinchi yem berib oladi, orqasidan selus solib qo'yadi yoki selus solib ustiga yemni to'kib qo'yadi. Biz mollarimiz aqlli, u ahmoq emas. Birinchi yem yeydi. Birinchi yem yeydi. Yem yegandan keyin katta oshqozonga tushgandan keyin haligi 50% chala chulpa hazm bo'lib axlatdan chiqib ketadi. Chala hazm bo'lgan narsa sasiydi. Hidi chiqadi. Gazlanadi. O'shaning hisobiga molxonada hid paydo bo'ladi. Endi siz buni somonga yoki selusga aralashtirib ratsion qilib beradigan bo'lsangiz, katta oshqozonga tushadi ozuqa. Katta oshqozonda hazm bo'lmaydi-ku 100%. Ingich yog'onchalarga tarqaydi. Ozuqa tarqab turib, ichaki 95% so'riladi. 95% hazm bo'lib tushgandan keyin mol go'ngida hidi bo'lmaydi. Siydigida ham, go'ngida ham hidi bo'lmaydi. O'shaning hisobiga molxonamizni mana hidi yo'q. Masalan, ishi ketyapsizmi? Suvni quyasiz ketaverasiz. Tushunarli. Haligi molxonaga addini kiyim qilib olish shart emas. Ko'p akalarimiz shu molxonaga addini kiyim qilib olishgan. Chunki mana o'zimiz siz bilan birga ko'rishamiz, mendan mol hidi kelmaydi. Shu umuman. O'zim qarayman, mendan boshqa hech kim qaramaydi. Lekin mol bozorga borsam, mol hidi keladi o'g'lim. U mol bozor boshqa narsa. Boshqa dunyo. To'ppa-to'g'ri. Qarang, molxonangiz nechiga nechi?
Molxonamiz 8 metr. Aha. Bunga 5 dona mol sig'adi. Buni mol turadigan joy 2 metr. Mol turadigan yeri 2 metr. Men aql o'tib olaymi-da? Keling, quradigan akalarimizga ham qisqacha Ha, molxonamizdan endi bu molxonamiz tushuncha uyga berib oldin o'tib qurilgan. Ha. 2 metr. Buni mana yerda 30 Aha. chuqurligi. 30 Bunaqasi 7-8 metr, bag'imog'i 10, 12. Buni 45 odam yuradigan joyda. Ha. Demoxotlari bor, mana ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Demoxotlari bor. 250 truba. Xo'p, 250lik bu. Shepirdan chiqib ketgan. Bemalol tortyapti. Necha metr chiqqan? 2 metrmi chiqqan, mana shu tomdan tevaga. Shepirdan bir yarim metr chiqqan. Endi meni tushuncham bor demoxot bo'yicha. Agar qilmoqchi bo'lgan akalarimizga biz maslahat berib qolardik. Yuqori qismigacha 6 metr bo'ladigan bo'lsa, tortish juda ham zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ha, tortishi juda ham zo'r. Tepaga hamma narsani olib chiqib ketadi. Hozir ham qarang, mana havo totyapti, zo'r. Ha? Bilinib turibdi o'zi. Pastki holat bilan to'g'ri kelyapti. Xo'p, O'zi molxonada hidi yo'q-ku, Ha. o'shani hisobiga bari qo'yib ketilgan. shunday. Baribir hamma narsani imkoniyat. Bunaqasi eniga necha dedingiz? 2 metr. 2 metr. Endi ko'pchilik g'isht qilgan ham yaxshimi, pol qilgan ham yaxshimi deydi. Ratsion to'g'ri oziqlantirsa bo'ldi. G'ishtmi, polmi qizig'i yo'q. Ketaveradi. Agar siz ratsion to'g'ri qilmasangiz, tagiga haligi matras to'shab qo'ymaysizmi? Ha. Bari oyoq og'riveradi. Oyoq og'riveradi. Ha, matras borku, matras to'shab qo'ygan taqdiringizda ham Tuyoq kasalligi uchiraveradi. Uchiraveradi tuyoq kasalliklari. Chunki 90% kasallik ozuqadan kelib chiqadi. Noto'g'ri ovqatlantirish. Chunki insonda ham ozuqa O'zingizdan yotib ol ovqat, noto'g'ri ovqat yesangiz, oshqozoningiz og'riydi, qoningiz og'riydi. Bular ham xuddi shunaqa narsa-da bu. tushunarli. Juda yaxshi. Xo'p, bunaqasiga 2 metr dedingiz. Bu 5 o'rinliq, ha? 5 ta. Bu 5 o'rinliq, xudo xolasa, molxonamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Go'ngini olib tashlaysin deyishingiz mumkin, lekin mana Turibdi go'ngi. molni go'ngi turibdi. Qarang. Xo'p, yana bitta savolim. Molda go'ngi, misol uchun, qattiq tushganda juda ham yaxshi molda effekt bo'lib turgan bo'ladimi yoki suyuq tushganda effekt bo'lib turgan bo'ladimi? To'g'ri aytdingiz. Hozir bizga shu narsa navosimizga qotib qolibdi. Aha. Sababi uni hashaq shu berib qo'yish kerak ekan kecha. Sizlarni chiqib o'tadi-da, mana ko'rsatingda. Mana. Bu juda yaxshi shekilli, misol uchun, Yo'q, qotib qo'ygan. Bu qotib qo'ygan bo'lsa hozir mol yaxshi hazm bo'lmagan mana shu mana. Mana shu hazm bo'lmaganimi bu? Bo'lmagani bu. Ko'pchilik hazm bo'lyapti o'ylaydi. Ichi qotib qolgan. Yo yemi kam yeyotgan bo'lishi mumkin yoki ozuqani namlik darajasi past, yonida suv turmasa ham ichi qotib qoladi molni. Tushunarli. Buni idealniy holati suzmaga o'xshab tushish kerak. Suzmani bilasiz-a? Ha, tirs. Men sizga rasmni tashab qo'yaman. Mollari go'ngini baholaydigan jadval bor. Qanday bersa, qanday holatda yaxshi. Qo'yib ketasiz mashaga. Aha. Jadvalni tashab qo'yaman. 5 xil holati bor-da. Shu holatda bitta savol kelib tug'ilyapti yana. Mol bozorlarga borganimizda suzma holatda ko'p tushadi. U nima sababdan suzma holatda tushyapti? Uni ham misol uchun ratsioni yaxshi bo'lishi mumkinmi? Yo'q, ayda mol bozorida 100% mollar stressda bo'ladi. Stressga tushganda mol oshqozonida bakteriyalar mana shunday bo'lsa, yeyotgan bo'lsa, anaqa bakteriya shuni yotib oladi, stressga tushganda. Ha, tipratikanga o'xshagan haligi bor, hali terisini molni qornini xuddi tushganimizda bakteriya bo'ladi. Shu shunday yotgandan keyin mol oshqozonida chiqib ketadi. Priyamoy. Chunki ichi o'shanda ichib ketadi. Ayniqsa cho'miltirganda ham bor-ku. Mol cho'miltirish tavsiya qilmayman. Biz angliga cho'miltirganmiz. Masalan, cho'miltirgan molni ham shuni ustiga suv sepsangiz, sirazi suyuq ichadi. Ha. Sababi stress tushadi. Bu degan moliga cho'miltirsang 2 kilodan 3 kilogacha vazn yo'qotadi. Cho'miltirsa 2 kunlik bergan yemingiz osmonga uchib ketdi degani. Siz cho'miltirib molga yaxshilik, hayolingiz yaxshi bo'laveradi. 50 ming ketdi degani. 50 ming mashinalar ham cho'milmagan, yaltirab turibdimi? Ha. Cho'milmagan. Buni vaqtida tarab e'tiborni qiladigan bo'lsa, umuman cho'milmagan. Suv tegmagan badaniga. Hozir sizlar ratsioningiz bo'yicha bu mollar o'sha o'tgan safargidek 1,5 kilogramdan 2 kilogramgacha qo'shyapti. Besolyapti. Eng ko'pi bu selsiy ratsion 2 600 gacha olgan. Sementallar. Somonli ratsionda. Yo'q, selsiylida. Selsiylida 2 600 gacha olgan. 2 600 gacha. Juda yaxshi. Xo'p. Yana bitta. Misol uchun siz chorvada mana 5, 6, 7 yildan beri boqib, buni ustida ishlab yuribsiz. Jaydari boqqan yaxshimi yoki zotdormi yoki nima deb o'ylaysiz? Misol boqadigan insonlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Tezroq daromadga kirish uchun. Daromadga kirish uchun birinchi o'rinda zotiy ahamiyati yo'q. Hamma o'z puliga qarab olaveradi. Mol oshqozon fiziologiyasi bir xil bo'ladi. Jaydarniki ham, sementalniki ham, angyusniki ham, liboyniki.
bir xil bo'ladi. Endi qana mol olib tezroq foyda kirish uchun 250 kilo, 300 kilo buqani olishadi. Uni yoshini qizig'i yo'q. Kilo rol o'ynaydi bu yerda. 250 kilo, 300 kilo buqani olib turib, shu ratsion bilan 4-5 oy boqishadi. Haligi mol 500 kilodan o'tadi. 500 kilodan o'tgan mol o'zi avtomatik tayyor bo'lgan bo'ladi. Ilojini boricha aytadi-ku, o'sha yoshi katta mol olsam yaxshi foyda qilisha olmaydi. Masalan, 700 kilo, 800 kilo olib chiqaman deyshadi-yu. Mol 500 kilo, 550 kilodan o'tgandan keyin kunlik vez qo'shish pasayib boraveradi. 500 kilodan o'tgandan keyin 600 kilo, 700 kilolik mollar, masalan, hozir 1,5 kilodan qo'shayotgan bo'lsa, u mollar 900 grammdan qo'shishni boshlaydi. 900 grammdan. Vez ortgan sari o'zi vez qo'shish masalan 500 600 kilodan 550 kilodan o'tgandan keyin molni vesi kunlik qo'shish vazi pasayib boraveradi. O'shaning uchun 250 kilo, 300 kilo buqani olib turib, 4-5 oy boqasiz, 550 kilo, 500 kilo bo'ladi, sotaverasiz. O'rtacha yarim tonnaga borib bosaverish kerak. O'sha paytda buni 250 kilo, 300 kilo bilan 500 kilo orasidagi paytda molni zo'r vazn qo'shadigan payti bo'ladi, o'sadigan payti bo'ladi. Ham o'sib, ham vazn qo'shadi. Xudo xolisa zo'r foyda ko'rishadi. Tushunarli. Hali bir xilgalar kattalarga qiziqib 500 kilo, 600 kilo buqani olib boqishadi, uni tonnaga olib chiqishadi. Bunday hisob-kitob qilsangiz mahinday bo'ladi. Tushunarli. Qarang, hozir siz somonli ratsion bilan boqasiz. Yana bitta savolimiz. Xo'p, kunjara bor. Ha? Misol uchun hozir ko'rimlar chiqyapti. Ko'pchilik aytayapti videoda, yana bir bora takrorlab aytaman, kunjara ne effektli, ya'ni umuman effekti yo'q kunjarani deb chiqishyapti. Men juda ham ko'p kuzatyapman. Lekin kunjarani afzalliklari. Molda qarang. Qanaqa yem bersa, misol uchun makka uni bor, arpa uni bor, boshqa-boshqalar. Ularda misol uchun afzalliklarini tushuntirib bersangiz. Endi makka, bug'doy, arpa energiya beruvchi turga kiradi. Energiya, ya'ni molga energiya beradi. Mana hazm mashina hazm qilishga energiya talab qiladi-da. Energiya beruvchi yem turiga kiradi. Endi kunjara, rap shiroti, simichka shiroti, kunga boqar shiroti protein. Protein. Endi kunjarani nimaga ko'pchilik bermay qo'ydi degan sababi, ular ham bir tomondan to'g'ri gapirayotgan bo'lishi mumkin. Bu kunjarani bermadi degani protein ozuqa bermasin degani emas-da. Kunjarani uniga rap shiroti chiqyapti, simichka shiroti chiqyapti, proteini kuchligi. O'shandan berishadi. Kunjarani endi uzoq boqadigan molga berish tavsiya qilinmaydi. Chunki kunjaraning tarkibida gaspitol degan moddasi bor ekan, oyoq og'rig'i. Kunjarani proteini pastroq, qo'pol qilib aytganda. Rap shirotlarda 40% bo'lsa, kunjarada 25%. Chunki narxi bir xil. Endi ko'pchilik masalan kunjarani bermasin deyilmaydi, berishsin. Kunjara bermasa mol semirmaydi. Yoki rap shiroti bermasangiz mol semirmaydi. Chunki protein ozuqani mol yemasa semirmaydi. Energiyani ham, proteinni ham, degani makka uni, arpa unini ham, kunjara rap shirotini ham berish kerak. Ikkalasini ham. Ikkalovini, protein va energiyani mana shunday qilmasangiz yoki bunday bo'lib bo'lsa, u semirmaydi mol. Semiradi, oz sekin semiradi. Tushunarli. O'shani hisobiga hali hayollarda kunjara berilmasa bo'laveradi degan narsa chiqmasin. Berilish kerak. Bo'lmasa rap shiroti berilsin, kunjara berilmasin. Bu simichka shiroti berilsin. Simichka shirotining proteini 30% bo'ladi. Kunjaradan kuchliroq bo'ladi. Kunjaraniki qancha? Kunjaraniki zo'r 25 chiqadi. 25. Zo'r. Nimachi? Misol uchun simichka shirotiniki 30% dedingiz. 30%. Rap shiroti 40% gacha bo'ladi. 40%. Juda ham zo'r. Nimalardan tarkib topgan? Nimadan olinadi uni? Rap shiroti Qozog'istondan keladi. Simichka ham hammasi aralashgan. Rap o'simligi bo'ladi, sariq o'simlik. Ilgari bizda ham bo'ladi-yu. O'shan urug'idan olingan. Tushunarli. Lekin proteini kuchli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Juda zo'r. Qarang, hozir somonli ratsionda boqyapsiz ekan. Nima sababdan silisda boqmayapsiz? Endi silusni boqmagan sababi shu. Arzon-ku. Pishgan silus, lekin tegirmonni maydalangan shu ideal silus topa olmadik. Masalan, ideal silus qanday bo'lishi kerak? Ideal silus o'sha sut va qatildan qotgan bo'ladi. 95% qotgan bo'ladi dona. Tushundingiz-a? Makkani bagi hech bo'lmaganda sarg'aygan bo'ladi. 3ta bagi taglaridan, tepalaridan sarg'ayib pishgan bo'ladi. Lekin tegirmonni ishlab turib donani un qilib yuborgan bo'lish kerak. O'shanda haqiqiy ideal silus bo'ladi. Silusga masalan ba'zan bosib, ba'zan och yedirilmaydi-da, 6 hafta turadi, hech bo'lmaganda 6 hafta. Bosilgan holatda. Bosilgan havo kirmagan holda 6 hafta turish kerak. Ko'pchilik aytadi-da, men doktor degan doktor bor-ku, doktorlar.
doktorlar endi ratsion bilan u ratsion tuzuvchi endi bo'lishi kerak. U doktor o'zini vazifasi, u davolaydigan. Men ko'pchilik aytadi, bitta doktor aytdi, selus ko'mib turib bir haftadan och yedirsa bo'laverar ekan deydi. Va doktorda o'qigan odamlarga selus o'rgatmaydi. To'g'risida, masalan, German, Yevropalarda zootexnik deydi. Ratsion bilan doktor bir-biriga qarama-qarshi ishlaydi. Tushundingizmi? Germaniya, Yevropalarda edi. Shu doktor bilan zootexnik, ya'ni ratsionchi bir-biriga qarama-qarshi. Doktor ham ratsionga qarshi ishlaydi, ratsionchiga, ratsionchi doktorga qarshi ishlaydi. Bir-biriga qarama-qarshi kasb egalari ular. Tushunarli. O'shaning uchun bizda ratsion tuzuvchi o'zimiz bo'lib qolgan. O'shaning biz ratsionimiz 70 xil. Tushunarli. Doktor ukorini qilib ketaveradi, ratsionni o'zimiz maslahat berib ketaveradi. Mana bering, palonchilikda ko'rdim. Lekin yaxshi doktorlar ham bor. Masalan, o'zimizda ham ko'p doktorlar o'qigan, endi ko'p haligi tushunmagan doktorlar ko'p. Internetda ko'rib olamiz, aytadiki, molni qantarish kerak deydi. Doktorlarda bu ko'p bo'lsa molni qantarish kerak narsa yo'q. Qantarsa ham stressga tushadimi? Nabrot minusga yuradi. Molni qanaqa qantariladi? Bittasi aytadi 10 kunda bir marta, bir oyda 3 marta molni qantarib turish kerak. Nimaga qantarish kerak? Yemay qolyapti. Sen ratsionni to'g'irla oldin. Sen ratsionni to'g'irla, mana shu mollari 5 yil boqsan 5 yil yuradi. 5 yil yuradi, qaytmaydi. Javob beraman. 5 yil esa 5 yil yuradi. Chunki ratsion to'g'ri. Ishtahadan qolmaydi, organizm sog'lom. Hamma yo'g'i joyida, oyoq og'rimaydi. Tushunarli. To'g'rimi? O'shaning uchun bayda bitta sog'lom ratsion degan sog'lom ozuqalar aralashmasi ratsion deyiladi. Ko'pchilik makka, bug'doy, arpa hammasini beradi, qana berishni bilmaydi. Shu videoni oxirigacha ko'rib, shu o'rganib olsa bo'ldi. O'tgan galgi videomizda misol uchun somon bilan silisni hozirda pashti bir xil bo'lib qolyapti, protein degan narsa qolmayapti dedingiz. Ya'ni sutma qatiqda biznikilar o'radi dedingiz. Mana ko'pchilik kilaga ishlayapti. Qo'pollikda selusda bunday qarayapti. Selus xomligini biladi o'zi. Hozir ursam deydi 5 tonna chiqadigan joydan hozir ursam 7 tonna chiqadi deydi. Chunki xomda suv shunday. O'shaning hisobiga kamroq bo'ladi. O'shaning hisobiga kilaga ishlab turib selus xom chiqadi. Sutma qattiq holatda urib yuboradi, endi tegirmon ishlatmaydi. Makkamda endi ko'rinib qoladimi? Shunday. Odamlarmday ko'radi, "Oho, makka zo'r ekan" deydi. Uni tovuqqa berasan, sen makkasini ko'rib turibsan, to'g'rimi? Molga berasan-ku, mol hazm bo'lmaydi uni. Umuman. Axlatdan chiqib ketadi. Endi qo'yga bersangiz bo'lishi mumkin. Qo'y ham chiqaveradi. Tovuqqa berasan buni olib, to'g'rimi? O'zi tovuq boqish keladi. 100 ta tovuq boqsangiz, mol go'ngidan terak yuradi orqasida. Rostda, u yerga sachgan bilan baravar-ku. Mol ham to'yaveradi, u ham to'yaveradi. Mol to'yaveradi, lekin effekti bo'lmaydi. Effekti bo'lmaydi shunaqa. Tushunarli. O'shaning somon bilan boqqan yaxshi unaqa Somon bilan to'ppa-to'g'ri. Sizga kattadan katta rahmat. Obunachilarimizga, misol uchun ratsionni to'g'ri qilishsin. To'g'ri. Misol uchun vaqtlarini joy-joyiga qo'yishsin beradigan, to'g'rimi? To'g'ri. Mol olishda vesiga ham e'tibor bersin. E'tibor bersin. Tashqi ichki parazitlariga har doim kelganda siz doim ukol qildirasiz, shundaymi? Birinchi ukol qildirish ham mol bozordan sirazi olib ukol qildirishmas. Bir hafta boqsa, mol bozordan kelib stressga tushadi, o'zi. Stressi bo'ladi bir hafta. Uni olib ukol qilsangiz yana stressmi? Mol ketdi, cho'kib ketadi. Shuning uchun bir hafta chiroyli boqib turib stressdan chiqqandan keyin ukol qildirsa, emlamalarni qildirsa, sal mol o'ziga kelgan bo'ladi. Siz hozir bu misol uchun semirishiga hech qanaqa vitaminlar, bir narsalar ukollar qildirmaysiz. Umuman aralashtirmaysiz. Asha velofos faqat. Tabiiy usulda boqasiz. Tabiiy usulda boqiladi. Alloh baraka bersin. Abdulaziz aka, sizga kattadan katta rahmat. Bizga vaqt ajratganingiz uchun, to'g'risi, buncha vaqtni ajratish uncha-munchaga emas. Obunachilarimiz ham oxirigacha ko'rishgan bo'lsa, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'ysin. Like bosib tursa bo'ldi. Xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib qo'yishadi. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda. Inshaalloh. Yangiliklar. Yashang. Rahmat. Sog' bo'ling.